Eksimizin devamını anlayışla vatandaşım. Dünyavi bölgün çıkışla Moskvaga toplandı. Tibetler ve Uygurlar bu yığınga katnaşmadı. Mavzulu haber 9. ayının 28. günü Amerika Ovazı'nın Xitay Tel programısı da ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Moskva, dünyanın bazı joylardan yetip kelgen bölgün çıkışla Moskvaga toplanıp öz takdirini özü belgeleş mavzusunu muhakeme kıldı. Rossiya matbuatı aşkarlap mundaq ko'rsatdi. Jungo Şinjan bölgünçileri çaqiriq tapşırıp aldı. Lekin yığınga hech kim kelmedi. Kreml sarayının bu toplanışını uyuşturgan organları Uygur bölgünçilerinin çaqiriqni tapşırıp alğanlığını yoki e'tirof qilmadi yoki inkar qilmadi. Uygur bölgünçiler Moskvaga chaqirildi. Dünyanın her qaysi joylardan kelgan 10 nafar bölgünç kuchlarning vakilleri Moskvaning shahar markazida o'tkazilgan millatlar dialogi, millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash, ko'p qutupluq dunyo qurish xalqaro munbiriga qatnashdi. Ukrainaning sharqidagi Donetsk, Lugansk ikki rayonda Ukrainadan bo'linib chiqib ketishni chaqiriq qiladigan bölgünçilarning vakillari İspaniya müstakillik talep kılıvatkan Kataloniya müstakilçileri, G'arbiy Sahra rayonidan kelgan vakillar, Angliyadan bo'linishni istaydigan Shimoliy Irlandiya ve Irlandiya vakillari bu qatamqi yig'inga qatnashdi. Rossiya Savdogarlar gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungoning Şinjan rayonidagilar chaqiriqni topshirib oldi. Lekin kelib yig'inga qatnashmadi. Yoki e'tirof qilmadi, yoki inkor qilmadi. Dunyoning har qaysi joylaridagi bo'lgan chiqishlarni Moskvaga to'plab, yig'in ochgan tashkilot Kreml sarayiga qarashli g'ayriy hukumatsiz yer sharilishga qarshi turish tashkiloti edi. Bu tashkilotning boshlig'i Ivanov mundaq ko'rsatdi. Uygur bölgünçileri Moskvaga kelmedi. Yığınga qatnaşmadı. Lekin bu kishi Uygur bölgünçilerinin chaqiriq tapşırıp alğanlığını yoki inkar qilmadi, yoki e'tirof qilmadi. Moskvada açılgan bu yığının asası muqami Amerika qarshi turish. Rossiya matbuoti xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Yığın qatnaşqanlarning siyosiy maydonda o'ngchilar va solchilardan tarkib topgan har xil kishilardir. Lekin bu yığının muqami Amerikaga qarshi turish, G'arbga qarshi turishdan iborat. Hurmatli vatandoshlar. Uyg'urning qon yosh bilan yozilgan tarixini Rossiya Stalinning qo'li bilan barbod qilindi. Uyg'urning tarixdan biri qon yosh bilan yozilgan tarixi Rossiya va Stalinning qo'li bilan barbod qilindi. Rossiyaning general Kolpakovskiy ili sultonligini yo'qotdi. Keyin Yaqubbek davlatini Manchin xondanligi bilan birlashib yo'qotdi. 1933-yili Qashqarda qurilgan Sharq Turkiston Jamhuriyatini Stalin bedel art davoni orqali 200 harbiy mashinada harbiy qo'shin avatib Shinxi bilan birlashib yo'qotdi. 1944-yili 11-ayning 12-kungi kuni Uyg'uristonning il o'lkasi qurilgan Sharq Turkiston davlatini Stalin Moskva shartnomasi orqali Xitoy bilan imzolash orqali yo'qotdi. 1949-8-ayning 20-kuni plan bo'yicha Stalin bilan Mao Zedong Shibaypoda tuzilgan plan bo'yicha Uyg'urning davlat qo'rg'uvchi doiralarini Ahmadjon Qosimi qatorliq rahbarlarni Moskvada KGB'nin turmusi Lyubyanka turmusida öldürdü. Daimi öldürüldü. Dayla öldürüldü. İnkılap mağlup oldu. Uygur'un devleti ağdırıldı. Vatandaşlarım, hem de Rusya'nın yani Moskova'nın aldam haltısığı yana düşmeyimiz. Rusya'lık mangay yolda mangmayımız. Rusya bar tarafga biz Uygurlar qayrilib mı qarmaymiz. Növbette Uygurlarning kishilik huquq, siyosiy talablari bo'yicha qo'llayotgan birdan bir davlat Amerika Qo'shma Shtatlardir.
Biz Amerika Qo'shma Shtatlarining peshini ching tutamiz. Bu navbatda Uyg'urlarning 21-asrda tanlash huquqi shuningdilla iboratdir. Biz dardimizni faqat Amerika xalqiga va Amerika davlat majlisiga so'zlaymiz. Shuninglarga vatandoshlarım ham faxas bo'linglarki, biz endi Rossiyaning aldam xaltisiga, qopqiniga tushmaymiz.